Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. Har doimgidek O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli xabarlar bilan Kamina Muhammadjon o'z ishini boshlaydi. Bugun qadrli do'stlar, xalqaro maydonda vatanimiz sharafini himoya qiladigan Nasaf haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugun Birlashgan Arab Amirligi klubi Shabab al-Ahliga qarshi Nasaf maydonga chiqadi. Ma'lumot o'rnida bundan oldin ikkita o'yinda Nasaf mag'lubiyatga uchragan. Birinchi turda Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi bilan kechgan bahsda Jidda shahrida 4-3 hisobda imkoniyat boy berilgan. Ikkinchi o'yinda Saudiya Arabistonining yana bir eng kuchli jamoalaridan biri, nafaqat Saudiya, balki Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biri Al-Hilolga qarshi Qashqadaryoda o'yin o'tkazgan. Afsuski, Ro'ziqul Berdiyev jamoasi Nasaf 2-3 hisobida yutqazgan edi. Bu safar Nasaf yana bir imkoniyatdan foydalanib ko'radi. Endi bu o'yinimiz safarda Birlashgan Arab Amirligida bo'ladi. Bu jamoa ham, ya'ni Shabab al-Ahli jamoasi ham kuchli jamoa hisoblanadi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Nasafga omad tilaymiz. Eslatib o'tamiz, Shabab al-Ahli Birlashgan Arab Amirligi O'zbekiston Nasaf uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 21:00 da start oladi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting.